Shunaqa fayzli xonadon ekan, har doim fayzli deb boshlagan uylarimiz srochniy sotilib ketyapti. Agar siz boshqa lokatsiyada turadigan bo'lsangiz ham mana shu kvartiraga точно qiziqib qolasiz. 4 etajli kirpichniy domda 4-etaj joylashgan, maydoni 73 kvadratli 3 xonali yevro kvartira srochniy sotilyapti. Asosiy pod'ezd eshigidan kiraverish, shunaqa katta hol, xonalar ketma-ket joylashgan, chiroyli shkaf mebellarni ko'rishingiz mumkin. 3 xonali bo'pti. Bu birinchi bolalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. O'zini balkoni bilan. Navbatdagi xonamiz Родительский spalniy xonasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda alohida sanuzor razmerni joylashgan bo'lib va navbatdagi xonamiz katta zal, mehmonxona joylashgan bo'pti. Remontlarni ko'ryapsizlarmi? Полностью yevro remontda. Uy alohida tema, mana narsa alohida tema kerak. Endi ayollarimiz uchun kuxnyani ko'rib chiqamiz. Chap qo'lga o'tganida ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'ladi. Полностью komplekt holatda mebel, texnika jihozlar bilan 2 ga 6 balkonli. Bu yerni ham qo'shib olishgan ekan, 2 ga 7 bo'lib qolibdi bu yerda. Oilaviy ovqatlanish joyini ham ko'rishimiz mumkin. Shinamgina Bektemir tumani Suvsozda joylashgan bo'pti. Orientir Korzinka bo'ladi. 291-293 maktabning yonginasida. Maktab, bog'cha, supermarket deysizlarmi? Korzinka 250 metr, Havas supermarketi 100-150 metr orasida joylashgan bo'pti. $85,000 srochniga past egalar nomeri savdolashib olsanglar bo'ladi.